بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الهادي عشرة 11 ders. Beyti mening uyim. Hamda 11 dersda saboqdoshlar. Avtorining maqsadi oldidagi 10 dersda o'tgan qisqa grammatikalar, nuqtaliq grammatikalarni o'zlashtirgan asosda muqim jumla shaklini bilib olishimiz. Ya'ni biz oldingi darslarda asosan cümlenin içindeki kurulmalara dikkat kıldık yo, ama cümleni isimlik cümle, fiillik cümle dep ayırmadık. Ondan keyin isimlik cümlenin içindeki bölek ne, mao igi bölek, mao xabar bölek dep asasan ayırmadık. Hem de 11. dersde şunun sel ehmiyet verimiz. Hem de Arap tilideki cümleler iki xil bulup isimlik cümle, fiillik cümle dep ikiga bölünüdü. İsimlik cümle degenimiz isim bilen başlangan cümleler isimlik cümle buludu. Yani ikkili birlikte isim deb tushunsak bo'ldi yoki isim bilan boshlangan. Fe'llik jumla deganimiz fe'l bilan boshlangan jumla fe'llik jumla bo'ladi. Endi hozircha asosiy fe'llik jumla yo'q. Asosan hammasi o'rganmoqchi bo'lgan jumlamizning umumisi ismlik jumla. Endi ismlik jumlada diqqat qilgan nuqta jumlaning asosiy bo'ligi, ya'ni gapning asosiy mazmun boshlanadigan tarafi igi bilak bo'ladi. Gap oxirlashadigan bilak xabar bilak bo'ladi. Endi buningdagi eng cho'ng belga igi bilak iniq keladi. Ya'ni ma'rifa keladi. Xabar bilak asosan nakira keladi. Bu bir. Ondan keyin xabar bilaklar nakirdan boshqa ravishlarmi ko'pincha xabar bilak ko'p keladi. Ravishlar bildigansizlar bundaylik o'rin to'ldiruvchi, vaqt to'ldiruvchi narsalar asosan 99% nima bo'lib keladi? Ega bo'lib keladi. Nima xabar bo'lib keladi. Endi ega iniq bo'lib keladi-diq. Iniq qismlar, ya'ni ma'rifa ismlar degan qanday qismlar degan haqida bir tunish to'g'ri keladi. Ma'rifa ismlar deganimiz xos ismlar birga ma'rifa. Odamning Muhammad, Ahmad, Bakri, Xolid degandek xos ismlar ma'rifa. Yana birisi tur ismlar, jins ismlarning oldiga, tur ismlarning oldiga alif lam kirib qolsa bu ma'rifa bo'ladi. Yana birisi ko'rsatish almashlarining hammasi ma'rifa. Haza, zalika, tilka deganlar. Yana birisi kishilik almashlarning hammasi ma'rifa. Huwa, huma, hum, anta, antuma, antum, ana, nahnu deganlar hammasi ko'z nim bo'ladi. Ma'rifa iniq ismlar bo'ladi. Yana birisi ma'rifa ismlari muzab bo'lib kelgan, ya'ni muzab-muzabillay. Ya'ni muzabillay bilak ma'rifa bo'lgan muzab-muzabillay ismlar hammasi ma'rifa hisoblanadi. Iniq bo'lib olaylar. Odamning xos ismlari ko'rsatish almashlari va kishilik almashlar alif lam kirgan ismlar, undan keyin muzab bo'lgan ismlar asosan hammasi ma'rifa. Mushz ismlar jumlada igi bilak bo'la oladi degan gap. Unda olsa men sizlarga avval tekstni bitlab o'qib o'tay, undan keyin tarjima qilib, tarjima jarayonida sizlarga har bir jumlani tahlil qilib beray. Beyti. Hada beyti. Beyti amama al-masjid. Beyti jamilun. Fihi hadiqatun saghira. Hazihi ghurfati. فيها نافذة كبيرة ومروحة جميلة. هذا سريري وهذا كرسي وهذا مكتبي. ساعتي وقلمي وكتابي على المكتب وحقيبتي تحت المكتب. نافذة غرفتي مفتوحة. هذه غرفة أخي وتلك غرفة أختي. غرفة أخي كبيرة وغرفة أختي صغيرة. غرفة أخي أمام غرفتي وغرفة أختي أمام المطبخ. لي أخ واحد اسمه أسامة ولي أخت واحدة اسمها سعاد. أبي وأمي في تلك الغرفة الكبيرة. أنا أحب أبي وأمي وأحب أخي وأختي. بو من أيام. Ama cümledeki bu degene ige. Beyti xabar oldu. Beyti emamel mescid. Öyüm mescidinin aldıda. Burundaki beyti ige, yani mudaf ilelik şekil koşunda ama emamel mescid. Mescidinin aldıda. Bu emamel mescid işkilesi muzaf ile emam muzaf, mescid muzaf, emam ravish. Beyti cemilun. Mening öyüm çıraylı. Beyti ige cemil xabar oldu. Fihi hadiqatun saghira. Öyümde küçük bir bağçı var.
yoki bag'bar. Meniki haqiqatan sag'ira ikkilisi igi bo'ladi, fihi oldida kelgan xabar. Ba'zida xabar oldida kelib qoladi, ha. هذه غرفتي bu mening yatqim. Fiha nafizatun kabira va mirwahatun jamila. Buningda cho'ng bir deriza va chiroyli bir yelpig'ich bor. Majumladimi o'xshashlar fiha oldi kelgan xabar. Nafizatun kabira keyin kelgan ega. Endi vo bog'lash harfi deymiz, atfa harfi. Jumlaning ma'lum bir bo'lgiga yana bir ismni bog'laydi. Shu ismga o'xshash oldida kesim ega olganmiz, ega bo'ldi, xabar olganmiz, xabar bo'ldi. Nafizatun kabira ega o'g'achqa, mirwahatun jamila nafizatun kabiraga o'xshashlar nima bo'ldi? Ega bo'ldi. Haza sariri bu mening karvatim. Haza ega sariri xabar. Sariri mudaf ya mudaf ilayh ya egilik kirishdiki erlik birlik birinchi shaxs kichik almashi. Haza kursi bu mening o'rindiqim va haza maktabi bu mening ustulim. Saati va qalami va kitabi ala al-maktab. Soatim, qalamim va kitobim ustida. Amma jumla saati mubtada alal maktab xabar. An qalami bilan kitobi va orqali saatiga bog'langan. Andoganda bularmi mubtadaga bog'langan, mubtadaga atf qilingan bo'lgandan keyin bularni bo'ldi, mubtada bo'ladi. Haqibati tahta al-maktab. Somkam ustal ostida. Haqibati mudaf ya tahta al-maktab mudaf li tahta. Nima? Haqibati mubtada tahta al-maktab xabar, tahta mudaf al-maktab mudaf li tahta bu yerda ravish bo'ladi. Nafizatu ghurfati maftuha. Mening yatqimning derizasi ochiq. Nafiza muzaf, ghurfa muzaf ilay. Bular qo'shilib ega bo'ladi, maftuha xabar bo'ladi. Hazihi ghurfatu akhi. Bu mening qarindishimning yatqi. Va tilka ghurfatu ukhti. Bu qiz qarindishimning, ya'ni singlimning yatqi. Ghurfatu akhi kabira. Qarindishimning yatqi cho'ng. Qiz qarindishimning yatqi bo'lsa kichik. Ghurfatu ukhti sag'iratun kichik. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Qarindishimning yataqi mening yataqimning oldida. Ghurfatu ukhti amama al-matbakh. Singlimning yataqi oshxonaning oldida. Li akhun wahid ismuhu Usama. Mening bir o'g'il bir tuqqanim bo'lib, uning ismi Usama. Vali ukhtun wahida ismuha Suad. Mening bir qiz bir tuqqanim bo'lib, uning ismi Suad. Abi va ummi tilkal ghurfatil kabira. Anam bilan dadam av cho'ng yataqning ichida. Ana uhibbu abi va ummi va uhibbu akhi va ukhti. Men anam bilan dadamni yaxshi ko'raman. O'g'il qarindishim bilan qiz qarindishimni yaxshi ko'raman. Ana shunda vo ikki ismning o'tirdi kelib qolsa, bilan deb tarjima qo'ysak, xatolashmaymiz, ha. Qolgan shakllarini men tekstdagi oldingi bilaklarni tahlil qilib, keyingi bilaklarni tarjima qilib berdim-la. Ham qolgan bilaklar tarjima qilib, tahlil qilmagan bilaklarni o'zinglar tahlil qilib boqinglar yuqoridagi bilakda kerak, ha. Xato tahlil qilamizlar, to'g'rimi? O'zinglarni sinab boqinglar. Tamarin, ko'nikmalar. O'qing va yozing. Yozish sizlarga amonat. Endi o'qishga kelsak, mush jumlalarni yuqoridagi tekstga o'xshab tahlil qilib, buningdagi paj zavar zirlarni to'g'ri o'qisak bo'ladi. Masalan, bir jumla o'qib beray. Man fi hadal bayti. Bu uydagi kim? Fi kelgachga bayti deb zira qiladi, ha. Fihi hamidun. U uydagi hamid. Animada fihi xabar hamidun nim bo'lg'achqa, igi bo'lg'achqa, igi nima qiladi? Pash o'qiladi. Agar xabarmi odatda ism bo'lib qolsa pash o'qiladi, ammo fihi o'xshash oldiga nima kelib qolgan, qo'shimcha kelib qolgan, oldi qo'shimcha yoki zarb bo'lib qolgan bo'lib qolsa, buni oshkor belgilanmaydi. Qolgan shakllarini mush bo'yicha o'qib tarjima qilib baxsanglar bo'ladi. Ikkinchisi tuanigilarni o'qing, ya'ni yaxshi ko'raman degan shaklni o'qing. Ya'ni uhibbu abi va ummi, uhibbu zamili, uhibbullah, uhibbul lughatil arabiyya, uhibbu akhi va ukhti, uhibbu ustazi. Men uhibbu nabiy sallallohu alayhi vasallam. Men onam bilan dadamni yaxshi ko'raman. Men u qarindishim singlimni yaxshi ko'raman. Men soqdimni yaxshi ko'raman degan jumlalarni biroz mashq qilaman.